Lamborghini bo'ladimi, Topridon bo'ladimi, Ferrari bo'ladimi, yo bo'lmasa Ariston bo'ladimi, hammasini o'zini dovri bo'ladi. Mana shu katyollar ham bir paytli zo'r ishlagan katyol bo'lgan. Bu maxluq deyiladi. Kattaligini qaranglar. Hozir o'rniga mana bunaqa kichkinagina kompaktni nastenniy katyollar qo'yilyapti. Unit Xitoyniki, ikkita 24 talikdan ildi, xudo xolasa yaxshi ish beradi. Dishlamatr qo'yishimizning sababi bu yerda gidrokollektor temirdan ishlangan ekan. Shuni hisobga olgan holda biz dishlamatrni qo'yib ketdik. Undan tashqari ko'rib turgan bo'lsanglar, sistemalarni akkuratniy qilib yig'ilgan u ozgina perdelkali joylari bor. Shularni to'g'rilasak, inshaalloh xudo xolasa ishga tushirsak bo'laveradi. Mana bu rabakalni alishtirib yuboramiz. Undan tashqari mana bu kosini bo'llarni mana shu orqamda turgan katyolga ulavoramiz. Agar sizlarga mana shunaqa sifatli santexnika xizmatlari kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilasizlar. Xudo xolasa ishinglarni chiroyli qilib bitkazib beramiz.